tekshiribsizmi? Rahmat. Sizdan ko'radigan kun bor ekan-ku. Buncha chiroyli magazin ochibsiz. Men birinchi kelishim. Kelganingizdan rosa xursand bo'lib kirgan odam ham atir, ham kiyim, ham uyga kerakli narsalar. Как раз sinimni uzatish arafasidamiz. Esperis atirlarimizdan qaysi bir atirimiz sizga ko'proq yoqdi? Menga ko'proq mana shu atirlar yoqdi. Nomini o'zingiz aytib qoling. Esperis this number 8. Aynan nimasi bilan sizga ko'proq yoqdi? Bilan. Endi men javnaqa atir spetsialist emasman. No, didim juda ham nozik, hamma atir ham yoqavermaydi. Sitrusli hidlarni yaxshi ko'raman. Juda ham bir shirin bo'lmagan, yumshoq, sitrusli yoqimli hidlar mana men aynan xohlagan hid. Juda ham o'tkir emas, me'daga tegmaydi, yoqimli, ham mana boya sepganman, hali ham hidi turibdi. Biroz muddatdan keyin hidi o'zgarib, yana ham yoqimli hid, shlef o'zidan qoldirar ekan, shunisi yoqdi. O'tib ketganingizda hidingiz qoladi. Yoqimli bo'lsa ham odatda yoqimli atirlar taassurot qoldirmaydigan atir hisoblanadi, lekin bu обязательно odamga taassurot qoldiradigan hidlardan. Juda ham yoqimli. Ham nimasi ham erkaklarga, ham ayollarga ham tushar ekan. Tanlovingiz uchun rahmat. Magazinimizga kelganingizdan juda ham xursand bo'ldik. Sizni yana magazinimizga kutib qolamiz. Rahmat, ishingizga rivoj, savdolarga baraka bersin.